Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 115-mo'jiza. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining jonlariga yahudiylar qasd qilishini bilishlari va u zot sallallohu alayhi va sallamga qasd qilingan vaqtda Alloh taoloning najot berishi. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Alloh taoloning ushbu so'zi haqida: Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz. Bir qavm kishilari sizlarga qo'l ko'tarish, hujum qilishni niyat qilganida qo'llarini sizlardan qaytargan edi. Allohdan qo'rqingiz. Mu'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Moida surasi 11-oyat. Amr ibn Umayya Zamri Mauna qudug'i yonidan o'tayotib, kilobiylardan 2 kishini uchratdi. U ikkisiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam omonlik bergan edilar. Payg'ambardan u ikkisida omonlik borligini bilmasdan u ikkovini o'ldirdi. U ikkisiga fidya to'lashlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan talab qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq, Umar va Ali roziyallohu anhu bilan birga Bani Nazir qabilasiga bordilar. Ularni qabila ahli "Ey Abul Qosim, xush kelibsiz" deb kutib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: bizning ashoblarimizdan biri kilobliklardan 2 kishini o'ldiribdi. U ikkisiga men omonlik bergandim. Ularning xunini talab qilishmoqda. Bu borada bizga yordam berishingdan umid qilib keldik dedilar. Bani Nazir: "Ey Abul Qosim, sizga muhabbat va karomat bo'lsin, xo'p bo'ladi" deyishdi. O'tirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir qo'rg'on tagidan joy ko'rsatishdi. U zot sallallohu alayhi va sallam o'tirdilar. O'ng yonlariga Abu Bakr, chap yonlariga Umar, to'g'rilariga Ali roziyallohu anhum o'tirdi. Bani Nazir qavmi qo'rg'on ustidan katta toshni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ustilariga tashlab yuborishni maqsad qilgan edi. Ba'zi ahli ilm ular toshni uloqtirgan vaqtda Jabroil alayhisalom uni olib tashlagan deydi. Jabroil alayhisalom Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ularning buzuq maqsadlarini bildirgan va u zot sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turib yo'lga tushganlar. Abu Bakr, Umar va Ali roziyallohu anhum ham u kishiga ergashgan. Shunda Alloh taolo: "Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz. Bir qavm kishilari sizlarga qo'l ko'tarish, hujum qilishni niyat qilganida qo'llarini sizlardan qaytargan edi. Allohdan qo'rqingiz. Mu'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar." Moida surasining 11-oyatini nozil qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 116-mo'jiza. Makkada hosillar pishmay turib, Hubaybning uzum yeyishi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Osim ibn Sobit Ansoriyni 10 kishiga boshliq qilib ayg'oqchilikka yubordilar. Ular Makka bilan Asfon oralig'idagi Hadda degan joyga yetganlarida Huzayl qabilasiga mansub Bani Lihyon mushriklariga ular haqida xabar yetdi. 100 tacha mergan mushrik musulmonlarni ta'qib qila boshladi. Mushriklar musulmonlar to'xtab dam olgan yerdan xurmo danagini topib olgan hamda uning Yasrib, Madina xurmosi danagi ekanini bilgan edi. Osim va boshqa musulmonlar buni bilib qolib bir joyga yashirindilar. Mushriklar ularni qurshab olib, "Tushinglar va taslim bo'linglar. Sizlardan birortangizni ham o'ldirmaymiz" deb va'da beramiz deyishdi. Shunda Osim ibn Sobit: "Ey qavm, men kofirlardan panoh so'rab tushmayman" dedi. So'ng: "Yo Alloh, bizning holimizdan Rasulingni xabardor et" deb iltijo qildi. Mushriklar nayza otib
Osimni o'ldirdilar. 3 kishi Xubayb, Zayd ibn Dasina va yana bir kishi va'daga ishonib pastga tushdilar. Mushriklar ularni ushlagach, kamonlarining iplarini yechib bog'ladilar. Shunda 3-kishi Xudo haqqi, bu xiyonatning boshidir. Men sizlar bilan ketmayman. Albatta, o'ldirilganlarni nazarda tutib, menga anavilarda ibrat bor dedi. Mushriklar uni tortib yurishga ko'p majbur etdi. Ammo u birga yurishdan bosh tortdi. Uni o'ldirib Xubayb va Zayd ibn Dasinani o'zlari bilan olib ketib, Badr voqeasidan keyin ularni sotib yuborishdi. Xubaybni Horis ibn Omir ibn Nafal urug'i sotib oldi. Xubayb Horis ibn Omirni Badr kuni o'ldirgan edi. U ularda bir necha muddat asirlikda turdi. Keyin ular Xubaybni o'ldirishga qaror qilishdi. Xubayb Horisning qizlaridan biridan tozalanish uchun ustara so'rab oldi. Shu asnoda o'sha ayol xabarsiz qolib, o'g'ilchasi Xubaybning huzuriga kirib ketdi. Ayol bolasini izlab, Xubayb uni tizzasiga o'tkazib olgan holda topdi. Uning qo'lida esa ustara bor edi. O'sha ayol bunday deydi: "Mening qattiq qo'rqqanimni sezgan Xubayb bolamni o'ldiradi deb qo'rqyapsanmi? Men hech qachon bunday qilmayman" dedi. Alloh nomi bilan qasam ichaman. Men Xubaybdan ko'ra yaxshiroq asrni ko'rmaganman. Bir kuni men uning bir bosh uzum yeb turganini ko'rdim. Vaholanki shu vaqtda Makka da uzum bo'lmay, buning ustiga qo'li ham bog'langan edi. Ayol buni Xubaybga Alloh taoloning o'zi rizq qilib beryapti der edi. Xubaybni qatl qilish uchun haramdan tashqariga olib chiqqanlarida u 2 rakat namoz o'qishga menga ijozat beringlar dedi. Unga ijozat berganlardan so'ng 2 rakat namoz o'qidi. Keyin agar sizlar meni o'limdan qo'rqyapti deb o'ylamaganlaringda ko'proq namoz o'qigan bo'lardim. Yo Alloh, bu kofirlarning birortasini ham qoldirmay halok qilgin dedi-da ushbu she'rni o'qidi. Musulmon holda o'lsam zarra parvoyimga kelmas. Qaysi yon birla yiqilmog'imni Alloh farqlamas. Saxovat sohibi bo'lmish o'zi tanho ilohimga qiyma jismima bermoq savob hech gap emas. So'ng Abu Sirva Uqba ibn Horis o'rnidan turib Xubaybni o'ldirdi. O'limga hukm qilingan har bir musulmonga o'limi oldidan namoz o'qishi Xubaybdan sunnat bo'lib qoldi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga musibat yetgan kuni sahobalarga xabar bergan edilar. Quraysh mushriklari Osimning o'ldirilgani to'g'risida xabarni eshitib, bunga ishonch hosil qilish uchun uning bir a'zosini kesib kelishga odam jo'natdi. Chunki Osim Quraysh kattalaridan birini o'ldirgan edi. Alloh taolo Osimning jasadini ko'rishga arilar to'dasini yubordi. Mushriklar uning hech bir a'zosini kesib olishga muvaffaq bo'lmadilar.